Bolalar, obunachilar, sizlarga men bitta gapni aytishim kerak. Meni kanalimda bitta obunachi bor. Bitta. Yo, WhatsApp nigger deydigan bitta obunachi bor. Shu bugungi ham bitta videom bor. Bitta kanalni reklama qilganman, akamning kanalida. Unga ham obuna bo'linglar. Agar 100 ta obunachi bera olsanglar menga, men bitta videoni ruscha yo o'zbekcha videoni olib tappa tarjima qilib yuboraman. Va mazza qilib ko'rasizlar. Uni mazza qilib ko'rasizlarmi? Yomon ko'rib ko'rasizlarmi? Uni albatta kommentariyada yozib qo'yinglar. Bu menga juda ham muhim. Va o'rtoqlar, hackerni qanday YouTubedan ketganligini yozsanglar, bu avariya rasmi turibdi. U yolg'on faktlarga umuman ishonmanglar. U oddiy yolg'on fakt. Shuning uchun umuman ishonmagan holatda menga obuna bo'linglar. O'rtoqlar, hacker bitta sabab bilan YouTubedan ketdi. Hacker nima uchun ketdi? U endi katta bola. U endi kichkina emas. U endi ishlash kerak, uylanish kerak. U ham endi xuddi hackerga o'xshab YouTube'ni tark etdi. Butun umr kelmaydigan, bizda andaqa nima deydi, ko'zimizda yoshlab ketdi deydi-ku. O'shanday bo'lib ketdi. Lekin unday yoshlab ketgani yo'q, lekin YouTubedan ketdi. Kulgili. Mau gaplarida yo WhatsApp nigger pishiringa ayam degan gaplar ham juda ham kulgili edi. Shuni yozib qolasizlar, yana hackerda qanaqa gaplari bor. Buni yozib qo'yasizlar. Hacker juda ham yaxshi edi. Hozirni bilmayman. O'zini tashvishi bilan ishlayapti. Lider online, Reker, keyin hacker. Shular ishlashyapti. O'zini ustida hammasi katta bo'ldi. Lekin Klaus YouTube hali tark etishni xohlamaydi. Uni ham bilasanglar kerak. Klaus anchagina katta. Uylanish niyatida, to'g'ri. Lekin u YouTube'da tark etgani yo'q. Ham ishlaydi. Prizmanin u ham ishlaydi, doktorlik qiladi, o'quvchilarni o'qitadi. Lekin baribir video chiqaradi. O'rtoqlar, sizlarga ham bitta maslahat. YouTube kanalinglar bo'lsa, umuman tark etmanglar. Hech bo'lmasa 3 oyda, 1 oyda video qo'yasizlar. Hech qachon tark etmanglar. Men buni YouTube'imning orqasidan pul keladi deb qilayotganim yo'q. Prosta men qilyapman. O'rtoqlar, bu sizlarga, menga motivatsiya bo'lsin. Shuningdek, sizlar bilan men bo'ldim va xayrlashgani ham men bo'laman. Sog', salomat bo'linglar. Xayr. Albatta kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar, komment ko'proq qilinglar. 50 ta bo'lsa yo 10 ta obunachi bo'lsa, bitta odam kommentini chiqaraman videoyimning ustiga. Ko'rishguncha xayr.